hamma mushukka muhabbat qiladi, to'g'rimi? Nimaga hamma mushukni yaxshi ko'radi? Hamma silaydi uni, erkalatadi, yuvintiradi, taraydi, ovqat beradi, issiq sovug'iga qaraydi. Ayniqsa hozirgi kunda hojatxonasigacha muhayyo qilib berasiz mushukni. O'zi bir tiyinlik foydasi tegmaydi mushukni bizga. Ya'ni mushuk nima qilib beradi? Eshikka o'xshab yuk tashimaydi. Molga o'xshab sut bermaydi, go'sht bermaydi. Tovuqqa o'xshab tuxum bermaydi. Hatto bir ipak qurtiga o'xshab bir ipak ham bermaydi hatto. Nima beradi mushuk? Hech vaqo bermaydi, lekin hamma yaxshi ko'radi uchun. Bir xo'rillab bergani uchun bo'ldi, u yoqadi hammaga mushuk. Bir kelib surkalgani uchun bo'ldi, hammaga yoqadi. Hamma shuning uchun uni paypaslab silab yeydi. Ko'ryapsizmi? Muhabbat qanaqa narsa? Muhabbat bir rizq bu. Agar quruq mehnat bilan bo'lsa, eshak eng mahbub hayvon bo'lishi kerak edi. Undan ortiq ishlaydigan yo'q. Shuning uchun odam mana shunaqa taqqoslamasligi kerak. Katta xato qiladi. Ya'ni biz shuncha ish qilamizda yana biz yomonmizmi? Yomon bo'laverar ekansiz o'rningizda. Ish qilishingizga qaramaydi, bu bir rizq bu. Mana u kishi erkalanib yotib mahbub bo'ladi, mesela shunaqa ekan. U erkalanib yotib mahbub bo'ladi yani.